Assalomu alaykum hurmatli ayollar. Bugungi mavzuyimiz ko'krak uchi yorilganda nima qilish kerak? Bunda bizga ikkita mahsulot kerak bo'ladi. Bittasi kuydirilgan sariyog', hamma uyda topiladi bu. Ikkinchisi oddiygina yong'oq. Bu ikkalasidan ko'kragingizga davo topasiz. Emgisi bo'lgandan keyin ishlasangiz bo'ladi. Necha soat tursa ham farqi yo'q. Ta'sirini bittada sezasiz. O'sha og'riq kamayib tezroq bitishiga yordam beradi. Hammaga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'tgangi videoyimizda uy sharoitida ko'krakni qanday tuzatish haqida olib borgandik. Ko'pchilik so'rabdi, buni qanday qiladi deb. Shuning uchun ikkinchi videoni olishga qaror qildim. Bunga ko'ra yong'oqni ko'rsatganda buni xuddi shunga o'xshab ichini o'yib olamiz. Bitta buni ikkala ko'krakka xuddi shunday qilib ichiga sariyog' surtasiz. Kuygan bo'lishi kerak. Ko'krak uchiga yopasiz va orqasidan paxta bilan yaxshilab mahkamlab qo'yasiz. Emiz bo'lgandan keyin qo'yiladi. Asosan hammaga rahmat.